tuyib bo'layotgan qizlar, sizlar hali ham 250-300 mingga foto olib yuribsizlarmi? Mana sizlarga buni o'z qo'linglar bilan arzonga tayyorlashni o'rgataman. Hali hech kim buni bichilishi va tikilishini shundoq ko'rsatmagan. Yaqinroq kelinglar. Bu video orqali sizlar o'zingizlar xohlagan naqshli fotoni bemalol tayyorlashni o'rganasiz. Yugurib borib bozorga tushasizlarda material yoki bezak narsalar sotadigan magazinlardan foto uchun material deb turli material olasizlar. Men metrini 10 ming so'mdan oldim. Bo'yi uzun qizlar uzun tursin desanglar 2 metr yetadi. Shunda materiali atigi 20 ming so'mga tushyapti. Kaltaroq turishini xohlasanglar 1-1,5 metr yetib ortadi. Lekin materialni 3 metr olmanglar, bajara olmay qolasizlar. Endi bichiq qirqishga o'tamiz. Darrov materialni qirqishga tushmanglar. Birinchi oddiy qog'ozda uni eskizini tayyorlab olamiz. Ya'ni sizlar qayerni qirqishni bilib olishlaringiz kerak. Materialni mana shunday 4 bir tomoni videodagidek buklab olishingiz kerak. Bu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bu qizil chiziq bilan bo'yagan joylari materialni ochiq tomoni bo'lishi kerak. Uchburchak qilgan joyimizni mayda-mayda aylantirib, shunaqa shaklga keltiramiz va ortiqchasini kesib tashlaymiz va tayyor. Ancha sizlarda tushuncha hosil bo'lgan bo'lsa, endi materialni o'zini qirqishga o'tamiz. Aytgan tushunmaganlaringizgacha mana shu varaqda qirqib tayyor qilib qo'yishlaringiz kerak. Bo'lmasa materialni buzib qo'yasizlar. Endi materialni varaqqa o'xshatib buklab olamiz va qaranglar, e'tibor beringlar. Mana bu o'ng tomondagi va pastdagi joyi materialning yopiq qismi. Shu joyi pastda xuddi shunday variantda turishi kerak. Xuddi qog'ozni buklaganda materialda ham xuddi shunday buklab olamiz. Uchburchak qilib. Mana birinchi marta qilib ko'rishim, shu uchun qog'ozga qarab ketma-ket qilamiz. Keyin qog'ozni buklaganda buni ham dumaloqcha qilib uchburchakni davom ettirib buklaymiz. Va oxirgi jarayonga keldik. Keraksiz joyini xuddi mana shunday qilib kesib tashlaymiz. Kesishdan oldin materialni shunaqa bulavka bilan qotirib chiqsanglar, siljib ketmaydi. Keyin kesib tashlaymiz va bizni sharfimiz deydimi, sari deydimi, hammada har xil aytilgan tayyor. Endi keyingi videolarda buni bezatib boramiz. Davomini ko'rish uchun menga obuna bo'ling va tuyib bo'layotgan dugonangizga videoni yuborib qo'ying.